Xudoni uyidimi, bu yoqqa Xudoni uyidimi, men tushunmadim. Bu yoqqa o'raylik. Eshik ham ochiq. Birov sotib sen bilmay. Bu Xudoga aytaman, har eshikni ochib yopma, qo'yma. Bu ham ochiq, hamma joy ochiq bu. Ham ochiq, hamma joy ochiq. Bu Xudo qayoqqa ekan? Xudo ko'tanay, Xudo bu yoqqa yotibdi ekan. Nima go'rkovlarga o'xshab tepamga tikka turibsiz? Tikka turguncha o'tirgan haqqa. Yomon bir go'rkovlarda tepaga tikka turadi shu odamim. Xudo. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz, Xudo? Charchamay yuribsizmi? Bordan baqvoqmi? Qisib o'tiring. Qo'ldan ushlaguncha mana udan ushlang, mana udan ushlang. Nimadan ushlashim kerak, Xudo? Nimadan ushlashim kerak? Asabimni chiqarmang. Nimadan ushlashim kerak? Tushunmadim. Tushuntirib gapiring. Hasan buvani ushlang, Hasan buvani. Mayli. Husanboyni ushlashim kerakmi? Hamsi ham Husanboy bu. Daydiga kuchukka o'xshab yuradi ko'chama-ko'cha. Bilat bosh og'rigan payt choy ham yo'q ey. Damlab qo'yishmaydi-da. Karrayib. Nima gap o'zi? Keling, endi aylanib ketsiz, nima gap? Xudo endi sizdan kecha haq edi. Endi bizdan-da. Bilat, yana boshlandimi? Yig'ishtiring shu harom ishlaringizni. Yig'ishtiring men shayton suvini. Ichmayman men. O'zi ichavering. Endi elle ichmay turmasa bo'lmaydi-da. Kun sovuq, bilasiz, odam charchaydi. Boyna voy deb belizni ushladingiz. Belizga ham bu davosi bor-da. Har deguncha ukkalaguncha, yotganingizcha shu qitta solaylik. Mayli. Xudo qo'ymadingiz. Bittada his qilamiz, Xudo. Bittada his qilamiz. Men bormasam ham piyolan o'zi keladi. Xudo, eli sudda. Olim qani karrayib. Endi sizdan qassob so'ysa ham chumchuqni qassob so'ysin-da. Qo'ying ya o'zingiz. Zo'r qo'ying ekansiz, kechani zo'r ketdi. Ana. Bale, yashang. Sal mana buni arzonroqdan olib kelsa amallasak bo'ladi. Xudo, meni qo'lim nima kimlarga yoqmagan. Yoshligimdan oshiqlarim ko'p bo'lgan. Meni girdimga 1967-yilda qizlar meni girdimga girdi kapalak bo'lgan. Mana bu qo'l qizlarni ajali bo'lgan. Xudo. O'sha sesser davrlarni bo'lgan ishlarni aytib bersam, chichib seyorasiz bu yoqqa. Shuning uchun kerakmas. Ichaylik, keyin go'ringdan olamizda, Xudo. Shu ariq tanlashni ham bilmaysiz. Arzon bir ko'tizga cho'p tursa quruq chiqadi. Yomon bir pas odamimizda, Xudo. Arzonni olib kelib o'tiribdi. Dadil qo'y. Yomonni balasi yo'q kadi bilan o'yna, o'zingni bilan ko'sovlayursan ketmaydi. Kar qilasiz. Buni qarang sizganingizni, Fer ro'laga o'xshamay, dadil qo'ying. Men dadil ishaman. Men erkakman. Shu har bitta narsaga ferro, nima degani u? Nima muncha fer. Ko't qisingda men bu iching. Bo'ladi sizga shu ham. Sog'ligingiz uchun. Mana, oling. Bir tentakmisiz, kam tujmisiz, nimasiz? Meni qo'lim cho'qishtirami deb kutib o'tirsam, nima u? Aman. Ichish mana bunday bo'ladi. Qarang qo'lim. Qarang. Xudo, siz ham bir pismiq odam ekansiz.
Pismiqligim nima u? Nima degani? Pismiqligim nima? Yana bitta qo'y. 30 ga cho'p suqdimmi men? Ey, Nima Xudo. qildim men? Baqirmang, yana bitta qo'y aytaman keyin. Mana o siydigini-chi. Yo'q, qo'ying aytaman keyin. Mana qo'ying. Yaxshilik qilsa yomonlik qaytarib ko'teldi Xudo. Rahim qilma yetimga yetim solar ko'tingga degani sizga aytilgan ana shu. Asab qilib o'ldiradi davlina. Xudo 50 qo'ying. Qo'ying. Siz kecha nimadir deyodingiz menga. O'shani kallaga bir tinchlansin. Bir 50 qo'ying Xudo. Mayli. Qo'ysak qo'yamizda. Yomon bir ko'tello bir bomish odamsizda bir. Bu kunini go'r to'g'rilay. Odam bo'lmaysiz. Siz odam bo'lgan kuni tuyan dumi yerga tegadi. Eshak seydigida sho'ldir atib achingan shuni. Ko'rgandan shu yopish kerakda shu. Araqqa. Oling. Oling ya Xudo, asabni qo'ymang. Asablar shuni joylashtiring asabni. Hozir bir yoqqa turamiz. Hamma narsani. Kallam bir joylashtirib olaylik. Bir 50 ketadi, 50 ketadi, shu bilan 100 bo'lar. Hamma joylashadi. Xudo. May, Xudo qarang. Belima. Qarang, Xudo qarang. Ana shunday icholasizmi? İçishda mendan o'rganing. Yuribsizda ichaman deb. Xudo, siz unaqasiga yursangiz, men bunaqasiga yuraman. Qarang Xudo. Mana bunday qilaman. Mana bunday olaman. Qarang. Hay. Ko'tizga ishaysiz. Ko'rdingizmi Xudo? Shunday aylantirdim, qo'limdan aylantirdim, shunday aylanib tikka tushdi piyola. Ko'rdingizmi? Erkak bunday bo'lar. Nima qiliq bu? Vechni bir pach qiliqlaringizni taylamadisiz. Ko'tizga ishaysiz, kim urish kerak u sizni? Vechni pach qiliq shu yoshligingizdan taniganimdan beri shu pachsiz bu kunini go'r to'g'irlaydi. Pachligingiz qolmaydi sizni. Go'r ham bo'lmaysiz, ochiq pushti ham bo'lmaysiz. Xudo, asab bo'lmang. Maslahatli ish qilaylik. Bo'ldi. Asab qilmang, bo'ldi, mayli. Maslahatli ish hal bo'ladi. Keyin yana bitta qitta qilamiz-da. Xudo, maslahatli ish deyodingiz kecha. Siz maslahatli ishlarni meni boshimni qotirmang. Mana shu kepka bilan terlab esim ketdi, billar. Qani. Billar, bu ham terlab sasib ketdi. Mayli. Endi Xudo, sizga bir maslahatli ish bor. Shu desangiz, mendan bitta qizimni kelin qilib olib ketdilar. Shunga Xudo. Endi sizga bir gul bor ekan. Bizga bitta bulbulcha bor. Shu yoshligidan beri zarar kunanda bo'lib keldi. Hozirgacha zarar kunanda. Shu bir sizni gulingizga bir bizni bulbulcham bir ishqi ketib qolibdi. Endi shu maslahat sifatida sizni yonimga chaqirib bir to'yda maslahatini qilmoqchi edim. Shu Xudodan so'rab ko'ray. Qizini berami, bermaymi deb. Shu maqsadda sizni chaqirdim. Endi dardingizni ayting Xudo. Xudo, kimsanlar menga qizingni ber deydi. Sizlarga kelganga beraman, kamasim chayga yotaydingiz. Qap-qaraga mo'yga botib. Kep endi odam bo'lib qoldingizmi? Sizda Xudoni. Nima Xudo, nima eshitmay qoldim. Men kamas haydagan bo'lsam, men halol mehnat qilganman. Sizga o'xshab haromga botib yurmaganman. Fer rochalar olib, diskoteka qilib. Endi odam bo'lib qoldingizmi? Shu uchun Xudo meni ko'p badar qilib meni maynamga chiqmang.
ko'tizga podani urib olaman, tushundingizmi? Meni u valaq qilib, meni asabimni buzmang. Men bilan urushmang. Men bilan urushmang. Nima bir ko'tizga poda kirganda bitta narsani qaytarib qoldingiz. Kimsan? Kep qirdagi meli qara. Men istoriyam ko'lyapsanmi? Meli qara. Seni anavi Furqat Gadoy o'g'ling bilan ko'tingga tiqaman borib. Meni maynimga ko'p chiqma, tushundingmi? Sen meli qara. Sen men istoriyam ko'laguncha ko'tingda borib. Tuvalga, tushundingmi? O'zi Xudo o'g'limda ismini qayerdan bilasiz? Meni ismimni qayerdan bilasiz? Meli qarasan sen. Sen meli qarasan sen. Seni o'zing ham qara, iching ham qara, ko'ting ham qara sen. Bekorga sen meli qara deb qo'ymagan ko'chadagilar. Seni ko'ting ham qora, iching ham qora. Odam bo'lmaysan sen. Xudo, bir maqol bor. Maqolni ikkitasini aytaman. Birinchisini esingizga qoling. Faqat bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqmasin, tushundingizmi? Cho'choq deyil. Sizni gapingiz havo, ko'tizga meniki davo. Birinchisi, sizni gapingiz bo'g'im, ikki labingizni o'rtasiga o'taqib. Petgan ko't. Echkini o'lgisi kelsa, qassobni ko'tiga borib, shoxini tiqib eganda, Xudoning ham o'lgisi kelyapti. Ko'tingga petgan ko'tag'ini tiqib olaman, tushundingmi? Jala. Urib amingni chiqarib deylayman. Alpog'im qani meni? Tak sochib kerib oldim. Eshak tiskini og'zingga tiqaman. Manamam tojigay, Xudo. Menamam tojigay. Ay? Megoya. Hamidimi? Megoya. Cho'chag'im. Kunatpa kerami Hamidimi? Xudo. Kotello. Nima jo'gala sikkanmi yo tojiklar ko'tingga so'yganmi? Nima menga gahnatpa paham to'ya deysan. Qutag'im deydi. Jala. Ko'p asabim buzmang Xudo. Mana shu telefonni ichiga shu o'sirib kallangizga kediraman. Bukilib o'lasiz mana buqa. Ogohlantirib qo'yapman. Sen qizingni menga bergan bo'lsang, o'g'limga. Men qarama qarshi qo'shib Xudo bo'lasan. Kimsan bu oiladan tegayapti. Tegib ketadi. So'rab kelyapti qizim. Kelib sen qaramoyga beraman. Mana tegadi. Xudo bilan mana tegadi. Hech nima bo'lmaydi qizing. Agar qizingni men olmasam, petga ham olmaydi. Ko'tingga potani urib olaman, jalla. Ya sen harromi. Sen meni boyligimga Xudo bo'luvding. Sen ko'tello. harom Xudo. Sen ko'telloni ko'tingga podani uraman. Sen harom qo'lga tushding. O'chiraman. O'chir. Seni uyingga. Seni uyingga. O'zingga. Ma. Ya sen haromi. Haromi. Ko'yga bu Xudo meni o'ylamadi ham, qarri demadi ham, qizini ham o'ylamadi. Qo'taq deydi. Siksim naxo'y Qarriligingni tushundingmi? Agar netay bu, men uyimga kelib, yana mamdek valdir qilsang, ko'tingga eshak tiskini uraman, tushundingmi? Men Xudo bilan o'ynashibman. Tushundingmi Xudo bilan? Xudo bo'lishingni o'yla. Menday boy bo'lgin, sen kamas tariq qora mehnatga urdim ishingni. Akolo. Agar netay bu, meni uyimga kelib sakraysan, o'ldiraman. Tushundingmi? O'ldiraman.